Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan O'zbekistondagi ko'chmas mulk egalari uchun joriy etilgan eng so'nggi o'ta muhim qonuniy o'zgarishlar haqida suhbatlashmoqchiman. Ushbu ma'lumot har bir ko'chmas mulk egasi, ya'ni uy, kvartira, yer uchastkasi yoki biron bir bino inshootga egalik qiluvchi har bir inson uchun juda ham kritik ahamiyatga ega. Agar siz bu o'zgarishlardan bexabar bo'lsangiz, jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelishingiz, hattoki mulkingiz bilan bog'liq huquqiy nizo yoki boshqa yoqimsiz holatlarga tushib qolishingiz mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirda baranen tattamta ushib Hozirda yo'q kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu sizni kelajakdagi muammolardan qutqarishga yordam beradigan ma'lumotlar bilan boyitilgan. Muammoning mohiyati. Oldinlari ko'chmas mulk bilan bog'liq ayrim jarayonlar nisbatan sodda yoki nazorat unchalik kuchli emas edi. Masalan, kichikroq o'zgartirishlar, qurilish montaj ishlari ko'pincha mahalliy hokimiyatlar yoki kadastr organlari bilan kelishmasdan amalga oshirilaverardi. Ko'plab xonadon egalari o'z kvartiralarida ichki devorlarni ko'chirish, balkonga qo'shimcha xona qurish yoki hatto hovli joylarda qo'shimcha inshootlar bunyod etishda ruxsatnomalar olish zaruratini his etishmasdi. Bu holat ko'pincha amaliyotda ikki ko'z yumish tamoyili asosida ishlardi. Ya'ni agar qo'shnilar shikoyat qilmasa yoki mahalliy organlarga ko'rinmasa, muammo tugilmasdi. Ba'zi hollarda hatto soliqqa tortish va kadastr hujjatlarini yangilash jarayonlari ham eskirgan ma'lumotlar asosida davom etaverardi. Bu esa davlat budjetiga tushumlar kamayishiga va mulk egalari o'rtasida adolatsizlikka sabab bo'lardi. Endilikda vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan ko'chmas mulk sohasidagi shaffoflikni oshirish, mulk huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish, noqonuniy qurilishlarning oldini olish va soliq bazasini kengaytirish maqsadida bir qator yangi qonunlar va me'yoriy hujjatlarga o'zgartirishlar kiritildi. Bu o'zgarishlar faqatgina yangi qurilishlarga emas, balki ilgari amalga oshirilgan barcha o'zgarishlar va mavjud mulklarga ham tegishli. Ya'ni sizning mulkingizda ilgari amalga oshirilgan har qanday o'zgartirish ham yangi qonunchilik talablariga mos kelishi shart. Bu degani agar siz 5-10 yil avval uy yoki kvartirangizda biron bir o'zgartirish kiritgan bo'lsangiz, buni qonuniylashtirmagan bo'lsangiz, endi bu siz uchun jiddiy muammoga aylanishi mumkin. Bu yangi qonunlar asosan noqonuniy qurilishlarni legalizatsiya qilish tartibini belgilaydi. Kadastr hujjatlaridagi ma'lumotlarni yangilashga majbur qiladi, soliq hisoblash tizimini o'zgartiradi va mulkni boshqarishda qo'shimcha majburiyatlarni yuklaydi. Bularning barchasi mulk egalaridan o'z mulklariga yanada mas'uliyat bilan yondashishni talab qiladi. Birinchi asosiy qism. Nimalarni bilish kerak, kim savotir olishi kerak va kim savotir olmasligi kerak. Keling, yangi qonunlarning asosiy jihatlarini atroflicha ko'rib chiqamiz. Bu sizning mulkingizga tegishli qaysi jihatlarga e'tibor berishingiz kerakligini tushunib olishingizga yordam beradi. 1. Noqonuniy qurilish va rekonstruksiyalarni legalizatsiya qilish tartibi. Bu eng dolzarb masalalardan biri. Yangi qonunchilikka ko'ra har qanday qo'shimcha qurilish, mavjud inshootning maydoni yoki konfiguratsiyasini o'zgartirish, hattoki ichki devorlarni ko'chirish ham maxsus ruxsatnomalar asosida amalga oshirilishi shart. Agar bunday ruxsatnomalar olinmagan bo'lsa, amalga oshirilgan ishlar noqonuniy deb topiladi. Kim zavotir olishi kerak? Asosan o'zining uy-joy yoki yer uchastkasida bir o'zgartirish kiritgan, ammo buni tegishli tartibda rasmiylashtirmagan har bir kishi zavotir olishi kerak. Misol uchun, shaxsiy uyingizda qo'shimcha xona qurdingizmi? Yoki hovlingizga garaj, yozgi oshxona yoki boshqa inshoot qurdirdingizmi? Ko'p qavatli uydagi kvartirangizning devorini ko'chirib, xonalar sonini o'zgartirdingizmi? Balkonni yopib, uni xonaga qo'shdingizmi? Agar bularning barchasi uchun tegishli ruxsatnomalar va kadastr hujjatlariga o'zgartirishlar kiritmagan bo'lsangiz, demak siz savotirga tushishingiz kerak. Keling, bir nechta real misollar orqali ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, Ahmad akaga meros qolgan hovlida. Ahmad aka 10 yil avval otasidan meros qolgan xonadonda yashaydi. U o'shanda hovlisining burchagiga qo'shimcha ikkita kichik xona qurdirdi. Bu xonalar uchun hech qanday ruxsatnoma olinmadi, kadastr hujjatlariga ham o'zgartirish kiritilmadi. Endi Ahmad aka uyini sotmoqchi bo'lganida saridor kadastr hujjatlari bilan mavjud uy rejasini solishtirib, nomuvofiqlikni aniqladi. Qonunchilikka ko'ra, bunday holatda oldi-sotdi shartnomasi rasmiylashtirilmaydi. Ahmad aka avvalambor noqonuniy qurilishni qonuniylashtirishi kerak bo'ladi. Bu jarayon esa unga ancha vaqt va mablag'ga tushadi. Birinchidan, u ma'muriy jarimaga tortilishi mumkin. Jarima miqdori qurilishning hajmiga va turiga qarab bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravaridan 100 baravarigacha, ya'ni 6.6 million so'mdan 33 million so'mgacha yetishi mumkin. Hatto undan ham ko'proq bo'lishi mumkin bo'ladi.
Ikkinchidan, loyiha hujjatlarini tayyorlash, mutaxassis sulosasini olish, hokimiyatning ruxsatini olish va kadastrga qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun bir qancha to'lovlar va yig'imlarni amalga oshirishi shart. Agar qurilish shaharsozlik normalariga zid bo'lsa yoki qo'shnilariga salaqit birsa, hatto uni buzish to'g'risida ham qaror qabul qilinishi mumkin. Bu jarayon Ahmad akaga kamida bir necha oyga cho'zilishi va sotuv narxining 10-20% gacha qo'shimcha xarajatlarga olib kelishi mumkin. Ikkinchi misol, Malika opaning kvartirasidagi o'zgarishlar. Malika opa 2 xonali kvartirasida oshxona va mehmonxona o'rtasidagi devorni olib tashlab, katta studiya xonasi yasagan. Bu ishni 5 yil avval qilgan, ammo hech qanday ruxsatnoma olmagan. Endilikda uning xonadoniga kadastr iqsodimlari texnik inventarizatsiya o'tkazish uchun kelganlarida ushbu o'zgarish aniqlandi. Natijada Malika opaga ham yuqorida aytilganidek ma'muriy jarima solinishi va o'zgarishni qonuniylashtirish majburiyati yuklatilishi mumkin. Agar devor yo'q ko'taruvchi bo'lsa va uning butunligi bino konstruksiyasiga salbiy ta'sir qilsa, Malika opadan uni asl holatiga qaytarish talab etilishi ham mumkin. Agar Malika opa buning uchun mablag' sarflasa, taxminan 20 million so'mdan 50 million so'mgacha xarajat qilishi mumkin. Bu esa Malika opaga juda katta zarba bo'ladi. Kim xavotir olmasligi kerak? Nozamotma, bazamotma sana. O'z mulkida hech qanday o'zgartirish kiritmagan yoki barcha o'zgarishlarni qonuniy tartibda, barcha ruxsatnomalar bilan amalga oshirgan va kadastr hujjatlariga tegishli o'zgartirishlar kiritgan shaxslar xavotir olmasliklari kerak. Ularning mulk hujjatlari hozirgi qonunchilik talablariga to'liq mos keladi. Ko'chmas mulk soliqlariga oid o'zgarishlar va kadastr ma'lumotlarining dolzarbligi. Yangi qonunlarga muvofiq ko'chmas mulk solig'i hisoblash mexanizmi yangilanmoqda. Endilikda ko'chmas mulkning bozor qiymatiga yaqinroq bo'lgan baholash asosida soliq hisoblanishi mumkin. Shuningdek, kadastr ma'lumotlarining doimiy doimiy ravishda yangilanib turishi va ular bilan haqiqiy holatning bir xil bo'lishi katta ahamiyat kasb etadi. Kim xavotir olishi kerak? Mulkining kadastr ma'lumotlari eskirgan, maydoni yoki konstruksiyasi o'zgargan, ammo bu haqda kadastr organlariga xabar bermagan shaxslar xavotir olishi kerak. Shuningdek, mulkiga nisbatan noto'g'ri yoki pasaytirilgan qiymat asosida soliq to'layotganlar ham yangi baholash jarayonida soliq yukining keskin oshishiga duch kelishlari mumkin. Uchinchi misol, pensioner Azizak Solaning katta hovlisi. Azizak Sola Toshkent markazida katta hovli uyiga ega. Bu uyning kadastr qiymati 1990 yillarda belgilangan va shu asosda u ko'p yillardan buyon minimal soliq to'lab kelmoqda. Yangi qonunchilikka ko'ra, kadastr organlari va soliq idoralari mulklarning real bozor qiymatini baholashni boshladilar. Natijada Azizak Solaning uyining qiymati bir necha barobar oshirildi. Ilgari u yiliga 500 ming so'm soliq to'lagan bo'lsa, endi yangi baholashga ko'ra u yiliga 5 million so'm to'lashi kerak. Azizak Sola bu miqdorni to'lashga qiynalayotganini aytganda, unga ushbu baholash asosida hisoblangan soliqni to'lashi shartligi tushuntirildi. Agar u soliqni to'lamasa, penya qo'shilib boradi va oqsir oqibat muamaliyatda sud orqali mulkiga nisbatan majburiy undiruv choralari qo'llanilishi mumkin. Bu Aziza Sola kabi ko'plab keksa yoshli fuqarolar uchun jiddiy moliyaviy muammo tug'dirishi mumkin. 4-misol, yangi binodagi kvartira egasi. Jasurbek yangi qurilgan ko'p qavatli uydan kvartira sotib oldi. Lekin quruvchi shirkat ba'zi sabablarga ko'ra uning kvartirasining yakuniy o'lchamlarini kadastrga to'liq kiritmadi. Kadastr hujjatlarida kvartiraning maydoni, masalan, 80 kvadrat metr ko'rsatilgan bo'lsa, aslida 85 kvadrat metr. Yangi kadastr inventarizatsiyasi jarayonida bu tafovut aniqlandi. Jasurbekdan bu qo'shimcha 5 kvadrat metr uchun ham qonuniy hujjatlarni rasmiylashtirish va shu maydonga mos ravishda soliq to'lash talab etildi. Agar bu farq aniqlanmagan holda qolib ketsa edi, kelajakda kvartirani sotish yoki meros qoldirishda muammo tug'ilishi mumkin edi. Chunki hujjatlardagi va haqiqiy maydon bir-biriga mos kelmasdi. Mulkdorlar uyushmalari va umumiy mulkni boshqarish. Ko'p qavatli uylarda yashovchilar uchun umumiy mulkni yo'laklar, zinapoyalar, tom, podval, liftlar, hovli hududi boshqarish bilan bog'liq yangi qoidalar joriy etildi. Endilikda mulkdorlar uyushmalari faoliyati yanada shaffof va qat'iy tartibga solinadi. Kim xavotir olishi kerak? Ko'p qavatli uylarda yashovchi va mulkdorlar uyushmalari faoliyatiga befarq bo'lgan umumiy yig'ilishlarda ishtirok etmagan shaxslar xavotir olishi kerak. Agar noto'g'ri boshqarilsa yoki moliyaviy muammolar bo'lsa, bu har bir kvartira egasiga ta'sir qiladi. 5-misol, ko'p qavatli uyda fasadga o'rnatilgan konditsionerlar. Bir nechta kvartira egasi o'z xonadoniga tashqi konditsioner bloklarni o'rnatishdi. Ilgari bunga unchalik e'tibor berilmasdi. Ammo yangi qoidalar bino fasadining estetik ko'rinishi
foydalanishini saqlash va konstruksiyasiga zarar yetkazmaslikni talab qiladi. Endilikda bino fasadiga har qanday o'zgarish kiritish uchun mulkdorlar uyushmasining va kerak bo'lsa shaharsozlik organlarining ruxsati talab qilinishi mumkin. Agar ruxsatsiz o'rnatilgan konditsionerlar aniqlansa, egalaridan ularni olib tashlash yoki ruxsatnoma olish talab qilinadi. Aks holda jarima solinishi va majburiy olib tashlash choralari qo'llanilishi mumkin. Bu har bir kvartira egasining tashqi ko'rinish bilan bog'liq shaxsiy so'hish istaklarini cheklashi mumkin. Bu esa qo'shimcha xarajatlarga va noqulayliklarga olib kelishi mumkin. Ikkinchi asosiy qism. Qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va ko'zdan yashirin jihatlar. Har qanday qonunda bo'lgani kabi ko'chmas mulk qonunchiligida ham istisnolar, e'tibordan chetda qoldirish mumkin bo'lmagan tuzoqlar va noaniq jihatlar mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi. 1. İstisnolar va o'tish davri qoidalari. Ba'zi hollarda juda eski va uzoq vaqt avval qurilgan noqonuniy inshootlarga nisbatan yengilliklar yoki boshqacha tartib qo'llanilishi mumkin. Ba'zan ma'lum bir muddatga amnistiya e'lon qilinishi, ya'ni shaxsiy uylardagi ba'zi kichik noqonuniy qurilishlarni soddalashtirilgan tartibda legalizatsiya qilish imkoniyati berilishi mumkin. Bunday davrlar cheklangan bo'ladi va ular haqida doimiy ravishda eksport vositalari orqali ma'lumot berib boriladi. Masalan, 2018-2019 yillarda bir marta shunday kadastr amnistiyasi e'lon qilingan edi. Bu davrda juda ko'p fuqarolar o'zlarining noqonuniy qurilishlarini nisbatan sodda tartibda qonuniylashtirishga muvaffaq bo'lishdi. Ammo bu imkoniyat cheklangan va uzoq muddat davom etmaydi. Shuning uchun agar shunday imkoniyat paydo bo'lsa, uni tezda ishga solish kerak. Agar sizning mulkingizdagi o'zgarishlar juda eski bo'lsa, masalan, Sovet davrida qurilgan va hujjatlarda aks etmagan bo'lsa, onda bu holat alohida ko'rib chiqilishi mumkin, chunki u davrda me'yorlar va hujjatlashtirish tartibi boshqacha bo'lgan. Biroq har bir holat individual ko'rib chiqiladi va mutaxassis maslahati talab etiladi. Tuzoqlar va umumiy satolar. Birinchi tuzoq norasmiy maslahatlarga tayanish. Qo'shnilaringizning yoki do'stlaringizning qo'rqmang, hech narsa qilmaydi kabi maslahatlariga ishonmang. Har bir holat individual va qonun oldida mas'uliyat shaxsiy. Agar siz ruxsatsiz qurilish qilgan bo'lsangiz, vaqt o'tishi bilan muammolar hal bo'lib ketadi deb o'ylamang. Aksincha, vaqt o'tgani sayin muammo hal bo'lish o'rniga jarimalar oshishi, qonuniylashtirish jarayoni murakkablashishi mumkin. Ikkinchi tuzoq sotib olishdan oldin hujjatlarni to'liq tekshirmaslik. Ko'chmas mulk sotib olayotganda hujjatlarni diqqat bilan o'rganing. Kadastr hujjatlaridagi reja va mulkning haqiqiy holati bir sil ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar tafovutlar bo'lsa, ularni sotuvchi tomonidan bartaraf etilishini talab qiling. Aks holda mulkni sotib olganingizdan so'ng barcha muammolar va xarajatlar sizning zimmangizga tushadi. Ba'zi hollarda xaridorlar uyning kattaligiga qarab hujjatlardagi maydonga e'tibor bermaydilar. Masalan, bir uyning hujjatlardagi maydoni 150 kvadratdan bo'lsa-da, aslida 200 kvadratdan bo'lishi mumkin. Bu farq noqonuniy qurilishlar hisobiga yuzaga kelgan bo'lsa, uni sotib olgan kishi keyinchalik barcha muammolarni o'z bo'yniga oladi. Uchinchi tuzoq jarayonni kechiktirish. Yuqorida aytilganidek, muammoni qanchalik tez hal qilsangiz, shuncha yaxshi. Legalizatsiya jarayonini kechiktirish jarimalar oshishiga, qo'shimcha byurokratik to'siqlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Ba'zi hollarda agar qonunchilikda o'zgarishlar bo'lsa, oldin sodda bo'lgan jarayon keyinchalik murakkablashishi mumkin. 3. Noaniq va ko'zdan yashirin jihatlar. Mintaqaviy tafovutlar ba'zi qoidalarning qo'llanilishi hududiy xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston Respublikasidagi qoidalar amalda biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun o'z hududingizdagi tegishli organlarning rasmiy ma'lumotlariga tayanish muhim. Hokimiyat va mahalla qo'mitasining roli. Mahalliy hokimiyat organlari va mahalla qo'mitalari ba'zi hollarda noqonuniy qurilishlarni aniqlashda faol ishtirok etishi mumkin. Ayniqsa, qo'shnilar shikoyatlari bo'lgan hollarda mahalla qo'mitasi vakillari mulkingizni ko'zdan kechirib, tegishli organlarga xabar berishlari mumkin. Yerni ajratish va maqsadini o'zgartirish. Agar siz yer uchastkasiga ega bo'lsangiz, uning maqsadi, masalan, qishloq xo'jaligi yakka tartibdagi uy-joy qurilishi uchun qonuniy hujjatlarda aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bu maqsadni o'zgartirish ham alohida ruxsatnoma talab qiladi va murakkab jarayondir. Agar yerning maqsadi noto'g'ri bo'lsa, u yerda qurilgan inshootlar ham noqonuniy hisoblanishi mumkin. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerak? Endi eng muhim qismga o'tamiz. Yuqoridagi ma'lumotlarni eshitgach, siz nima qilishingiz kerak? Qadam-ba-qadam ko'rsatmalar bir amal.
One kadam, mulk hujjatlaringizni to'liq ko'rib chiqing. Deb mutasaddidan o't demanadatta. Uroba tenna, o'roq o'z mulkingizga tegishli barcha hujjatlarni, xususan kadastr pasporti, texnik pasport, egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, old soddi shartnomasi, meros guvohnomasi, davlat orderi va haqqa, la anideri bir shaxsanda namidagi quvvatli tantali nasamaman dedi. Va avvalgi qurilish yoki rekonstruksiya uchun olingan ruxsatnomalarni to'plang. Bu hujjatlarni diqqat bilan o'rganib chiqing. Duo qadam, mulkingizdagi nomuvofiqliklarni aniqlang. Mulk hujjatlaridagi reja va ma'lumotlarni o'zingizning, uyingiz yoki kvartirangizning haqiqiy holati bilan solishtiring. Agar siz quyidagilardan birini amalga oshirgan bo'lsangiz, qo'shimcha sona, garaj, yozgi oshxona, ayvon, molxona kabi inshootlar qurgan bo'lsangiz, tamatta kvartiraning ichki devorlarini ko'chirgan, olib tashlagan yoki yangi devorlar qurgan bo'lsangiz, balkoni yopib, uning sona bilan birlashtirgan yoki uning maydonini o'zgartirgan bo'lsangiz, tantinani, dechini totibani, uyning umumiy maydonini o'zgartirgan, masalan, mansarda qurgan, potvalni o'zlashtirgan bo'lsangiz, denishajib charni azamyamstan tutdi. Yer uchastkasining chegaralarini o'zgartirgan bo'lsangiz, masalan, qo'shimcha yer olgan yoki panjara joylashuvini o'zgartirgan bo'lsangiz, ma'lumotda menning nachalta mumachiban matichi ne mulkning maqsadi o'zgargan bo'lsa, masalan, turar joyni noturar joyga aylantirgan bo'lsangiz va bu o'zgarishlar kadastr hujjatlarida aks etmagan bo'lsa yoki sizda ruxsatnomalar bo'lmasa, demak sizda muammo bor. Qadam mutaxassis bilan maslahatlashing. Vaziyatingizni tushuntirish va to'g'ri harakat rejasini tuzish uchun malakali yuridik maslahatchi yoki ko'chmas mulk huquqi bo'yicha mutaxassisga murojaat qiling. Kadastr idorasining mutaxassislari ham dastlabki maslahatni berishlari mumkin, ammo advokatning maslahati yanada ishonchli bo'ladi, chunki u sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Ular sizga aynan qanday hujjatlar kerakligini, qaysi organga murojaat qilish kerakligini va qancha miqdorda jarima yoki to'lovlarni kutishingiz mumkinligini aniq aytib beradilar. Pat qadam kerakli hujjatlarni to'plang. Agar mutaxassis sizga noqonuniy qurilishni legalizatsiya qilish kerakligini aytsa, u holda quyidagi asosiy hujjatlarni to'plashga kirishing. Ariza tegishli davlat organiga yo'naltirilgan, tam shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, tasamandan netavshi tanende mulkchilik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr pasporti, old soddi shartnomasi va haqqa, kelepatlanma nedim satesing. Agar mavjud bo'lsa, ilgari olingan ruxsatnomalar va loyiha hujjatlari. Noqonuniy qurilish yoki rekonstruksiya holatini aks ettiruvchi fotosuratlar ba'zi hollarda talab qilinishi mumkin. Qo'shnilarning notarial tasdiqlangan roziligi agar qurilish ularning manfaatlariga ta'sir qilsa, masalan, yer chegarasiga yaqin joylashgan bo'lsa, boshqa texnik hujjatlar binoning mustahkamligi bo'yicha sulosa, yong'in xavfsizligi bo'yicha sulosa va hokazo. Qurilish turiga qarab. Bu hujjatlar ro'yxati sizning vaziyatingizga va murojaat qilinadigan organga qarab farq qilishi mumkin. 5 qadam tegishli organlarga murojaat qiling. Noqonuniy qurilishni legalizatsiya qilish yoki kadastr hujjatlariga o'zgartirish kiritish uchun asosan davlat xizmatlari markazlari orqali murojaat qilasiz. Davlat xizmatlari markazi barcha hujjatlarni qabul qilib, ularni tegishli organlarga, masalan, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi huzuridagi qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi, kadastr agentligi, mahalliy hokimiyat yuboradi. Agar qonuniylashtirish jarayoni ma'muriy jarima bilan bog'liq bo'lsa, avval jarimani to'lashingiz talab etiladi. Ba'zi hollarda agar vaziyat juda murakkab bo'lsa yoki hujjatlar bilan bog'liq nizolar bo'lsa, siz sudga murojaat qilishga majbur bo'lishingiz mumkin. Bu jarayon yanada uzoq va qimmatga tushishi mumkin. Qadam jarayonni kuzatib boring va tegishli to'lovlarni amalga oshiring. Murojaatingiz holatini doimiy ravishda davlat xizmatlari markazi orqali yoki tegishli organlar bilan bog'lanib kuzatib boring. Agar qo'shimcha hujjatlar talab etilsa, ularni tezda taqdim eting. Jarayon davomida yuzaga keladigan barcha davlat bojlari, yigimlar va jarimalarni belgilangan muddatlarda to'lang. Xulosa, aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, ko'chmas mulk egalari uchun joriy etilgan yangi qonunlar juda muhim va ularga beparvo bo'lish og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Mulkingizning qonuniy maqomini ta'minlash, hujjatlaringizni tartibga solish va yangi qonunchilik talablariga rioya qilish har bir mas'uliyatli mulkdorning vazifasidir. Bu nafaqat sizni jarimalar va huquqiy muammolardan himoya qiladi, balki mulkingizning qiymatini saqlashga va uni kelajakda erkin tasarruf etishingizga imkon beradi. Shuni
Unutmangki, har bir qonuniy o'zgarish mulkchilik huquqlarini yanada mustahkamlashga, shaffoflikni oshirishga va barchaga teng imkoniyat yaratishga qaratilgan. Shuning uchun bu o'zgarishlarga moslashish sizning manfaatlaringiz uchundir. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob topdingiz. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Men yoki kanalimizning boshqa mutaxassislari ularga javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz kelajakda ham siz uchun eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingiz va mulkingizga g'amxo'rlik qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha